Shirin olma bo'lishi kerak bu. Olmani 4 xil zo'r hissiyatini bilarmidingiz? Bugun men sizlarga olmani 4 xil hissiyat haqida gaplashib aytib beraman. Demak, birinchi hissiyati har kuni uxlashdan oldin bir dona olma yeyotgan insonimizda, demak, uyqusi yaxshilanadi, o'zini xotirjam his qiladi. Ikkinchi hissiyati yurak uchun shunaqa zo'r dori hisoblanadiki, yurakni qayerda ekanligini bilmay qolasiz. Chunki yurakdan bundan oshiq zo'r meva yo'q deydilar Ibn Sino bobomiz. Uchinchisi esa insonni shunchalik darajada xushchaqchaq qiladiki, uni xushchaqchaq va kayfiyati zo'r insonga aylantiradi. Unda kayfiyatni ko'tarish hissiyati bor-da. To'rtinchisi esa yuzingizga nur beradi. Xushro'y, istarali insonga aylanasiz. Chunki u tanamizni yomon, zararli moddalardan tozalaydi va sizda yaxshi fikr paydo qilar ekan.